Sizga hozir bir gap aytaman. Yaxshi ko'rganlaringiz tashlab ketsa ham, dard ustiga dard cheksangiz ham, hamyoningizda pulingiz tugasa ham, 200li insonlar orqangizdan gapirib kulsalar ham, eng yaqin do'stlaringiz zarba berib xiyonat qilsalar ham, sizga hech kim tasalli bo'lmasa ham, qadrlaganlaringiz ko'z yoshingizni artmasa ham, yaxshilik qilgan insonlaringiz qiymatingizni bilmasa ham, hayot 10 bo'lakka bo'lsa ham, bu 5 kunlik dunyo uchun hech qachon qayg'urmang. Muhimi, ko'ngil sindirmang. Mana meni aytdi deysiz. Hali shunaqangi kunlar keladi. Ko'ksingizdan itarganlar qo'li ko'ksida keladi. Ba'zi insonlar yolg'on gapirayotganini bilsak ham, o'zimizni xuddi ishonayotgandek ko'rsatamiz. Bilasizmi nega? Ularni yaxshi ko'rganimiz uchun, ularni ko'nglini og'ritmasligi uchun, yo'qotishdan qo'rqqanimiz uchun. Andisha qilamiz, hammani oldida uyaltirib qo'ymaslik uchun. Yolg'onchimisiz? Unda